Yigitlar, uchrashuvda qizlarga bersa bo'ladigan savollar bor, bermaslik kerak bo'lgan savollar bor. Savol berish uslublaringni o'zgartiringlar. To'ydan keyin ishlaysizmi, yo'qmi deb emas. To'ydan keyin men sizni ishlatmayman. Uyda zerikib qolmasligingiz uchun mendan nima xohlaysiz deb so'rang. Ikkinchi xotinga uylanishimga qanday qaraysiz deb emas. Agarda faqat sizni deb yashasam, men uchun 2 ta yoki 3 ta 4 ta xotinning o'rnini bosa olasizmi deb so'rang. Ovqat pishirishni yaxshi bilasizmi o'zi deb emas. Ovqatni halol va pokiza qilib pishira olasizmi deb so'rang. Mendan oldin nechtasi bilan gaplashgansiz deb emas. Sizni menga ish qilib majburlab berishmayaptimi? O'z xohishingiz bilan tegyapsizmi menga? Boshqa ko'ngil qo'ygan insoningiz yo'qmi ish qilib deb so'rang. Qalbim malikasi, uyimni qo'rg'oni, kaminani bir donasi sirdoshi, hayot yo'lida tirgagi bo'la olasizmi deb so'rang. Qachonki men qing'ir yo'lga qadam bosib qo'ysam bilmasdan yoki bilib, menga oyna bo'la olasizmi deb so'rang. Oila qurishingizdan oldin kimga va nimaga va uni nimasi uchun uylanayotganingizni yaxshilab o'zingiz tushunib oling. Chunki siz o'zingizga hayot emas, o'zingizga yo'ldosh emas, bir vaqtning o'zida farzandlaringiz uchun ona tanlayapsiz. Mana shu videoni bo'ydoq bo'lgan barchaga jo'natib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.